Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli erta. Boshqirdiston, Tatariston. Mana bu Chamayev butuniga soni yoqlaysiz. Kiramiz mana kommentariyalarga. Kommentariyalarga kiramiz. Mening kommentariyaga javob keladi mana. Хамимана барабар загружаю, чтобы вам дать понять. Татарстанга, татарларга. Мин метис, мин башкорт татар. Онда башкортлар возникает татарларга. Татарлар возникает башкортларга. Чтобы вот этой хуйни не было вообще, да ведь? Кутак шейнамаска, мин sizga аңлатып язам mana bu Chamayev masalasында. Chamaevni men necha martaba уже elektirdim. Ko'ram, u yerdan beri soldatlarga armiyada. Okey, yardım beray ekan, og'zini tashim. Ona oqshasi sigilib qotsin. Yardım bersin. No. Butuningizga вопрос. Mana hozir сколько kishilarni уже tintiy boshladilar. Bizning butun aktivistlarni tintiy boshladilar. Tataristonda, до этого Boshqirdistonda Alsinovni o'tirdilar. Bir narsaga aytdimi? Юг нахуй. А мананда комментарийда, блядь, какой-то Chamaevni, блядь, siz yoqlaysiz og'zini sigimlar. Chunki siz manqurtsiz. Siz Putinni toshag'in o'tgan kishilarsiz. Понимаете, да? Унизительно, да, блядь, я говорю. Унизительно, потому что siz qutaqboshlarga aybat so'lab bilmay. Siz manqurtsiz. Siz unutqansiz, блядь, tatarni. Siz tatar jirin jirlab yurisiz. Но в то же время нахуй левой или правой рукой нахуй помогаете нахуй bizni малайларга армияга borib so'g'ish narsaga ishlarga. Понимаете? Поэтому men sizga и отвечать буду. Menga yozalar. Sening ishing bor anda, sening ne ishing bor anda? Yordam etami, yo'qmi? Tata. Окей. Не мое дело, не мое дело, окей. А когда biz Alloh bersa Tatariston bilan Boshqirdistonga kirganda независимость ishlarga, Putindan qutultirishga, mana shunday qutaq boshlarni sizga o'xshaganlarni sizni тоже потом tonog'ingizdan tortib olib kelamiz. Ну-ка, Chamayev, toshag'asida kimga sen yordam berding onda? Ukrainani o'tiriga yordam berdimmi degan savollar sizga biladi, narsaga вопросlar возникать будут. Поэтому hozir sizga manqurtlarga ya donoшу. Men chet elda bu so'zlarni onda so'lasang naxo'y, onda sigib o'tiralar naxo'y. Как Putinlar gay deyalar narsakayni Yevropani, o'zlari gay. Putinlar полный gomofoblar bilan butunisi naxo'y. Butilkaga o'tirtalar turmalarda mujiklarni. Siz shunday davlatda yashaysiz. Siz shunday davlatni bilan qo'llaysiz. Shu toshag'astilarni zачем тебе Украина сдалась? Ты кто deyalar. Menga shunday narsalar yozalar. Kommentariyalar. Просто men kommentariyada yozdim, что manqurt armiyasiga yordam bermagiz, bormagiz, kutigizni naxu qistig'iz. Если вы топите за Татарстан, поете по-татарски, Chamayev senga, блядь, именно, блядь, senga tiyish aytila. Hali Guzal Urazovaga da что-то, блядь, qaydadir уловил. И еще Салават Фатхетдинов нахуй. Siz naxuy jirladingizmi? Jirlab shunda kutigizni qisib o'tirig'iz naxuy. Armiya, блядь, shu всякий военный техника narsaga yana qisilmagiz naxuy. Yordam bermagiz naxuy. Потом чтобы с вас спроса не было. Потом нахуй qulog'ingizdan tortib olib kelina naxuy, kutigizga sigamiz. Butun shu движенияларыгызга. Вот это вы, я, блядь, пока я буду жив, я это буду добиваться нахуй. Чтобы вот такие, как вы, нахуй, мрази, манкурты, блядь, нахуй, которые bizga, блядь, oyoqqa, блядь, подножка qo'ya hozir данный момент nahvoy. Siz sigilib qotasiz потом. Hozir mana o'tirdilar Engel Fattahovni. За что-то, ayma. Siz ona da kommentariyalarda aytasiz, korrupsiya, pr. Qutag'im nahvoy, korrupsiya, не korrupsiya nahvoy. Onda butun kishi urluy, блядь. Поэтому нахуй тут не нужно обсуждать об этом. Нужно, блядь, бороться за независимость Татарстана с Башкортостаном, блядь. Башкортларга да касается, татарларга да касается. Мен sizni, блядь, manqurt deyam нахуй. Потому что siz лицемерsiz. Siz urus yog'in yoqlaysiz. Shuni anglaysizmi, yo'qmi?
Ulu kishilar bor edi, aymi bilad naxoy. Oqshag'iz bor, boysiz bilad. Kutigizni qisib o'tirigiz naxoy. Qutaq shaynamay bilad. Вот shunday hal bilad. Men sizga говорю, mana Tatar Inform Tatar narsasida. Minda, наверное, он подписан, я не знаю, выскакивает, вот я вам отвечаю. Понимаете, да, смысл? Поэтому, исходя от этого, men aytib qo'yam butuningizga. Mana Rail Sadriyev, unutganman aytirgan. Rail Sadriyevni da tanut. Rahatmi? Mana тоже артист. Артист. Shulay mana Chamayevni da будут тянуть. Поэтому kutigizni qisib naxuy, o'tirigiz naxuy, politikaga naxuy, kirmagiz naxuy. И yordam bermagiz armiyaga. Aytib qo'yim naxuy. Mana bizni ulug' kishilar может aytmas. Но men yosh, men aytam naxuy. Потому что ulug' kishilarga balkim uyalib turalardir aytirgan naxuy. Men uyalib turmayman naxuy. Og'zini sikdim naxuy. Mana shunday manqurtlarni Chamayev, men seni раньше eshitib yurayim, hozir противно eshitasimda kelmay, bilasizmi, bilad. Men думал, sen bilad, tatarlar deb jirlading, bilad. Qutaq sanig'i naxuy. Ну, tatarlar bo'lgash. Yo'qla tatarlarni bilad. Duxim bo'lsa bilad. Chiqib ket naxuy davlatdan. Davlatdan chiqib ketib yo'qla, bizni yoqqa tur. Ayt molaylarga bormag'iz sug'ishga. Ukrain bizga dushman tugul. Ayt, shuni aytalasingmi? Yo'q, quttag'imda aytolmaysan. Chunki senda shundan imib yotasan. Shu Tataristonda oqshasin imib yotgani uchun sen aytolmaysan. Nishiganda sen bilad, Minixanovga qarshi chiqa olasan. Minixanovga qarshi chiqsang, Putinga qarshi chiqqan bo'lasan. Shular Rail Sadriyevga o'xshab seni de olib ketalar. Tashag'asta bilad. Короче, Chamayev, ты был предупрежден. Sen anglab qo'ygan. Angladingmi? Хазы я загружаю во все YouTube каналы, в ТикТоке, везде нахуй. Я тебе вызов кидаю. Кутыңны қыс нахуй. Башқұртстанда, блядь, Элвин Грей. Гандон, Хабиров күтләге, блядь. Хабиров та сигіліп қота. Элвин Грей. Бүтінісі кім онда нахуй. Юрий Бандаршынмы, блядь. Бүтін башқұртларны да күтінәсіге біз нахуй. Мен айтып қойым нахуй. Мен метис, блядь. Когда я говорю на татарском, если я не говорю на башкирском, это не означает, что мен башқұрт түгіл. Meni qonimda boshqirt qoni da bor, tatar qoni da bor. 3 qon menda. Uchinchisini aytmayman, чтобы, блядь, вы нацист gibi qilana boshlaysiz zato. Поэтому имейте в виду, tatar tilida сөйлемекен нахуй. Menga da tatar tilida javob berigiz. Anladingiz, надеюсь. Сейчас буду загружать. Etsikkanlar.